alaykum. Mani navbatga kim chaqiradi? Menga o'xshab bir mexanika olsang bo'lmaydimi? Yana qizg'an. Ha, u qizmi? U qizni o'zim chaqirganman. O'sha yerda turib hozir kelaman, xo'p? Iya, Milena, qaraysiz. Voy, sizni topib olish juda ham qiyin bo'ldi. Voy, ko'rinishingizga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Dahshat. Ey, sizni bekorga deb taklif qilmayman-da. Sizga zo'r ish bor. Endi yordam bermasangiz bo'lmaydi. Xo'p, nima qilish kerak? Voy, siz bu yoqqa yuring. Men sizga hozir shunday tushuntiraman. Yuring. Voy, bo'ylaringga bo'ytumor. Mana ketaylik. Hamroh savdo markazini Xatirchi filiali 3 yoshga kirgan munosabat bilan katta aksiya boshladi. Xo'p, nimalar bo'ladi unda? Bu oddiy aksiya bo'lgani yo'q. Bu yerda kir yuvish mashinasi, gaz plita, xolodilnik, konditsioner, televizor ko'plab turdagi mahsulotlarni 12% chegirmada yoki 15% bonusda xarid qilishlari mumkin. Bundan tashqarichi ko'plab turdagi mahsulotlarni 006 aksiyasi ham xarid qilishlari mumkin. Bu 006 degani oldindan to'lovlarsiz va ustamalarsiz mahsulotlarni bo'lib to'lashlari mumkin. Tushunyapsizmi? Bu kichkina aksiya emas, zo'r aksiya. Mana shuni zo'r qilib e'lon qilib berishingiz kerakki, aksiya 6, 7, 8 avgust kunlari faqat 3 kun xolos. Tushundingizmi? Shuni siz chiroyli gapirib bering deb siz chaqirildi, o'zingizga o'xshab chiroyli e'lon qilib berishingiz kerak. Xo'p, hisob-kitobni kim bilan qilaman? Voy, ha men bilan qilasiz. Nechta pul edi? Bu mencha qimmat. O'zingiz qancha bermoqchisiz? O'zimmi? Mana. Voy, bu pulingizga boshqasini chaqiring. Jahlan qilib qo'yadi. Voy, yomon narx bo'lmadi. O'zini mashhurman deb o'ylaydi. Voy, sendan zo'rlari bor, hamma. Durdonaxon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sizga ishi bor edi.